Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Mana 2 oydan keyin yana video olyapman. Bizda o'qishlarimiz boshlangan, bu yoqqa yana videolarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan. Sizlarga bitta yangiligim bor. Aprel oyida, aprelda o'sha o'rtalarida O'zbekistonga ketyapman. Hisobdan Telegram kanalim bor bilsanglar, u yoqdagilar o'sha Toshkentga kelgan paytingizda bir ko'rishmaymizmi, biror joyda o'tirmaymizmi, gaplashib degan taklifni berishgan edi. Men aytdim, YouTube'dagilardan bir so'rab ko'raylik. Men sizlarni ozgina bo'lsa ham bilaman, ya'ni Telegramdagilarni, YouTube'dagilarni bilmayman. Pashta 2000 ta odam bo'lsa, deyarli hech kim taniyman. O'shaning uchun xohlasanglar, aprel oyida o'rtalarida shu 10-15 atrofida Toshkentda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Asosiy nima edi, ma'lumotlarni shu pastga link qoldiraman, birorta gruppa yo kanal ochib turib, o'sha yoqda har xil narsalarni gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Xohlovchi bo'lganlar linkdan o'tib, adres, vaqt, kunini bilishinglar mumkin bo'ladi. Ikkinchi yangiligim, 13 aprel sanasida O'zbekistonda, Toshkentda International Marathon bo'lyapti ekan, ya'ni marafon yugurishi. Men o'sha marafonga registratsiya qildim. Birinchi marta 10 kilometr yugurib ko'raman. Avvallar umuman marafon yugurmaganman, kichkinaligimda yugurganman, lekin umuman tayyorlanishsiz ham 10 kilometr yugurmaganman. U yoqda 10 kilometr, 21 kilometr half maraton yoki full maraton 42 kilometr yugurishinglar mumkin bo'lar ekan. Agar xohlovchilar bo'lsa, hali ham kech emas, sizlarda 1 oy imkoniyat bor. 10 kilometr unaqa katta masofa emas. Shuning uchun sizlarni ham men encourage qilaman, ya'ni qo'llab-quvvatlayman, ya'ni sizlarni qiziqtirish xohlayman bu marafonga. Xohlasanglar birga yugurishimiz mumkin bo'ladi. U narsa haqida ham ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, o'sha pastdagi linkdan o'tinglar. O'sha yoqda sizlar bilan gaplashamiz. Mo'j birga marafon yuguramiz. Hammalarga rahmat, yangi videodan kutib qolinglar. Yaqinda David Goggins kitobiga book review chiqadi. Kutayotganlar bo'lsa, kommentariyada let me know, ya'ni yozib qo'yinglar. Book review tezroq chiqaring deb. Sizlar bilan yana ko'rishamiz. Sizlarga o'qishlarga omad, kunlar xayrli o'tsin.